Ha, aytgancha. Mir privilegiyadan foydalaninglar. Oxunov promokodini ishlatinglar va 1000 rublgacha bo'lgan skidkani olinglar. Ya'ni ekonom qilinglar pullaringdan 1000 rublgacha bo'lgan summani. Eslab qoldinglarmi? Oxunov promokod. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yaxshimisizlarmi? Bugun 26-iyunga o'tdik. Soat O'zbekiston vaqti bilan 2:23. Ya'ni bizning vaqtimiz bilan 12:23 bo'ldi. Prospekt Pobedani avtomobilkasida o'tiribman. Mashinasizman bugun piyoda. O'zim har kuni shu yerdan o'taman. Mana shu yerda avtomobilka, mana shu yerdan Kuykiga qarab ketaman, o'zim yashaydigan tomonga. Har kuni shu yerda turgan odamlardan bitta yo ikkita odamni olib ketardim. Baribir yo'lim uyga ketaman deb. Meni hech kim olib ketmayapti. Xudo beraman desa shu ekanda, yarim kechasida. Mana 00:21 bo'libdi soatdan. Prospekt Pobedada to'xtatdim mashinalar to'xtamayapti. Taksilar o'tyapti. Taksi chaqirgani navigator bizda shaharda hozir navigator pashti 90% ga ishlamayapti. Taksilar narxi juda ham qimmat bo'lib ketgan. Shuning uchun internet pashti yaxshi emas. Shuning uchun taksi chaqirman bo'lmadi. Urindim, harakat qildim, bo'lmadi. Mashina to'xtamayapti. Bitta mashina to'xtadi. Endi qo'shni respublikadan ekan. Olib ketgan desam, unamadi. Qimmat aytishyapti. O'zi battan Kuykiga ketish narxi 150 rubl. Uni yo'nalishli taksilar deydi. O'zimiznikilar xuddi Yozyovon Marg'ilon qatnagandek mashinalar qatnaydi. 200 rubldan 150 rubldan qatnashadi. 100 rubl 150 rubldan. Hozir yigit ketsam olib ketmadi. Taksida pulini berasan deydi. Taksilar ham 1,5 mingdan shunaqa qatnayapti. Yo'q dedim. Modraga ketib qolaylik. Modraga olib ketmadi meni. Tanimadimi? Doim mashinada ko'rardik. Biz mashinani tanimadik. O'ylab, nega ketyapti? Kuykigami? Kuykigami? Olib keting. Video qilib ketyapman-da, aka qo'yamiz. Video qilib ketyapman. Yo, bismillah. Ketyapsiz. Rost. Blogerman? Bloger? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azizlar. So'z yaxshimi? Tuysiz? Taksidami? Taksidami? Bunga papaga urib qo'ydim, chiqmayapti, ketyapman. Asta-asta. Mayli. Qayerdansiz? Videoga olaveraymi Video olmang haydi. Qayerdasiz? Videoga oldingizmi? Endi yaxshi odamlarga ko'rsatamiz-da, mana yarim kechasi qolib ketgan odamlarni olib ketayotgan yaxshi taksi shopir akalarimiz bor. Ko'rsatamiz-da. Qayerdasiz? Qashqadaryoda. Qashqadaryo qayerdan? O'zida, Chiroqchidan. Qashqadaryoliklar bormi? Nechtamiz? Boshinglar bitta taksi. Mana Nodira akamga yertaga ko'rsataman. Nodira akam meni tanimadi shekilli buni. Qirg'izistonlik akamiz bor. Endi mashina doim oilalari bilan yurishadi. Shekilli. Bir soatdan beri turibman. O'zimda ham mashina bor-da. Har kuni shu yerdan ketyapti, bitta ikkita odam olib ketaman, o'zim kuykiga yashayman. Menga to'xtashmasin, yaxshi to'xtab qoldingiz, bu yurishga. Endi taksistlarda bir kunlik ishini, pulini ko'rib ketamiz hozir. Rossiyada taksi qilib yurganlarni. Qani? Bugun загружается telefon chataq 25 ta zakaz qilibdi, 8129 so'm 29 kopeyka qolibdi. Shu bor pul hozir. Shuncha ishlaganman. Bundan zapravkaga necha pul ishlatasiz? 1300 so'mda. 1,5 ming deylik. 1,5 ming zapravkaga. Arenda necha pul? 2600.
3000 deylik. 1,5 ming, 3000, 4,5 ming ketdi. 4,000 desangiz endi Xo'p, 4 ming. choy bilan Xo'p. 4,5 desangiz bo'ladi. Choy bilan 4,5 ming ketsin. 5 ming ham ketsin ana. 5,000. 5 ming ketsin, o'zingizga 3100 rubl qolyapti. Yomon emas lekin. Bu ish uncha Ish yo'q ish yo'q paytiga. Bu zakazlardan tashqari ham yana zakazlaringiz bor-a, dastlabki pastlarga bog'chaga olib borib bo'lardi olib Yo'q, yo'q. Sizda unaqa yo'qmi? Faqat shu taksi. Yandex. Lekin uzoq yo'llarga berib qolsa, ular zo'r bo'lib ketadi-da. Ha, ular da zo'r bo'lib ketadi. Atak boshqa kunlarda ham mana ishlagan, Ish yo'q kunlar. ish yo'q kunlari ham bo'lgan mana. Lekin Shu yaxshi qolsa, mana bu kechqurungacha olib bormaydi-da bu. ha, mana kechqurungacha 41 zakazga 11 ming. bitta. Shalagan 12 mingga yaqin pul ishlagan bu yerda. O't mana shunaqa gaplar. Rossiyada taksilar shunaqa ish qilishadi mana. Albatta, navigator, video nablюдение, salonni ichi-yu tashqarisi. Xo'p, to'xtinglar, bunda qilib turibman. Svet yo'q bo'laman. Xo'p, mana. Video nablюдение ichkari-yu tashqarini oladi. Mashina. Oti nima bu mashinaning? Jeli. Jeli mashina. Xitoylar mashinasida endi. Ha, Xitoy. Ha, yangiligida mindingizmi o'sha? Ha, yangiligida. 37 ming ekan mana. Probiyaga. Ko'rmaganlar ko'rib olsalar, 37 ming mashina. Atak hamma yo'q zo'r ekan bu mashinani. Ichkarilari, qani yoqamasi bu yerda yana ko'ramiz. Otman. Orqasi keng ekan nariga. Sallarislarga qaraganda ancha. Yaxshi mashina. Ha. Tixo ketyapti mashina. Normalniy mashina. Akamizga kattakon rahmat. Biz yetib keldik. Uyga kirib, choyni ichib, qorinni to'qlab uyqum kelyapti. Sizlardan video davomini qilaman dedim, men tugatib qo'yay deb. Plus biz Kuyukiyda ko'rdilaring videoni boshida prospektda yomg'ir yog'di. Biz Kuyukiyda o'sha yomg'ir yog'yapti ekan. Yomg'ir tindi o'sha. O, yomg'ir qani? Yomg'ir yog'yapti. Tindi ham yomg'ir. Suvlar mana. Shaharning ichida nima yo'q. Oti nima? Yomg'ir yo'q. Albatta shunaqa yomg'irlar yog'ib, osmonda qaranglar musofirligini. Ama bitta narsa bo'lyapti, hamma joyda Xudo saqlasin. Lekin biz O'zbekistonda bir gap bor. Osmonimiz musaffo deymiz. Buni ba'zi bir odamlar aytadi, osmonimiz musaffo deb kaltay gap qilishadi-da. Zato osmonimiz musaffo deb. Osmoningiz musaffo bo'lmasa ham juda qiyin. 2 kundan beri men yashayotgan shaharda osmonimiz musaffo emas. Qatlanlardir, nimalardir uchib kelyapti, urib tushirishyapti, aeroportlar yopilgan, internetlar o'chirib qo'yilyapti, navigatorlar to'g'ri ko'rsatmaydi. Hamma yoqda alqash-chalqash qilib tashlashgan. Endi shunaqa qilish kerak ekanda endi. O'shaning uchun osmonimiz ham doim musaffo bo'laversin. Musaffolikka yetkazmasin. Yetkazsin. To'g'ri, musaffolikka yetkazsin. Hamma yoq bor, qurilish ketyapti. Xalq yashayapti, tinch, hamma yoq yashayapti, faqat osmon musaffo emas. Bir narsa hamma uchib kelib qoladi. Bugun bizni mana oldingi videoda ko'rgan bo'lsalaring, kecha kuni yaylovga yugurgan chiqqanimda kech paytda video qilib ko'rsataman. Bugun o'sha yerda bittasini urib tushirishdi. Ikkita urib tushirishdi. Aeroport tomonda bitta, maytda bitta. Internetlarimizni o'chirib qo'yyapti. Shunaqa ishlar qilyapti. Osmonimiz musaffo bo'laversin, yurtimiz tinch bo'lsin. Urush bo'lsa ham kinoda bo'lsin zo'r bo'ladi. Hayotda urush bo'lmasin, hech qachon urush bo'lmasin. Dushmanim uyida ham urush bo'lmasin. Meni yomon ko'rgan, yaxshi ko'rganlarning uyida ham urush bo'lmasin. Ammo televizorlarda bo'lsin, kinolarda bo'lsin, lekin hayotda bo'lmasin. Kinoda bo'lsa qiziqarli bo'ladi. Artistlar ham jon kuydirib o'ynaydi. Mayli. Nima bo'lganda ham o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlarga bir qisqacha video qilgan bo'ldim. Aytgancha Mir privilegiyadan foydalaninglar. Oxunov promokodini ishlatinglar va 1000 rublgacha bo'lgan skidkani
olinglar. Ya'ni ekonom qilinglar pullaringdan 1000 rublgacha bo'lgan summani. Eslab qoldinglarmi? Oxunov promokod. Yo, baqa yo, xullas tepaga qo'yib qo'yapman. Shundan ko'p bo'lsalar ham bo'laveradi. Mir privilegiya. Bilayn hayotning yorqin tarafida bo'ldik-ku. Mir privilegiya hayotning yorqin tarafida bo'ladi. Salomat bo'lasiz, yaxshi dam olinglar.